Bismillahirrahmanirrahim. Qo'shib qo'ydingizmi? Qo'shib qo'ygan bo'lsangiz. O'zimiz topib o'tirmang. Xo'sh, siz ham oldi kelib edingiz, ha? Ikkinchi safar buni bilib qo'ysin. Ko'rganlar videoda ko'rganlar ko'rib qo'ysin. Ko'pincha o'zim ololmayman. Ko'p tukunib bu yoqda sheriklari kelgan ekan. Iltimos qilib video qo'yapti. Mana bu yerda katta chiqish bor. Mana bu katta chiqib ketibdi. Mana suyak. Kechada vaqt bitgan keyin sizib ketgan joyda Sizib ketibdi-da. Ayting, shuning uchun hadam aytaman-da odamlarga. Kiyinglar, ikkinchi marta kiyinglar, bir marta bo'lmaydi. Mehmonchi, millarda-chi, bu yerda hech biri yo'qmi? Mana buni joyiga kirsak o'zi yo'qib ketadi. Mana shuni shundan bo'lyapti-da, ishigami? Ha, ishigami shundan bo'lyapti. Mana taqalishim mana shundan bo'lyapti. Qarang, vobshe tovon ham tepada. Kechada joy qo'ygansiz, joy sizib ketdi yana. Yanami? Ha, sizib ketdi. Mana bu ham tepaga chiqib ketdi. Tovon. Shuning uchun bosib, ishlab, qimirlatib harakat qilish kerak. Mana bu yeri ham chiqib ketibdi. Yanami? Yana chiqib ketibdi. Ey Allohim, ey. Yana chiqib ketdi. Bu boya kecha yomon qiynaldim-da shu yerda. Kecha solganimizdami? Kechada niye uncha emas, siz bilasizmi? Bu yerdan 3 marta bosib, qatta bosdingiz, ketdi buni, lekin yomon qiynadi, azob berdi kecha. Endi chiqarib qo'yibsiz. Shu haligilar kechagidaymi yo kechadan sal bulayroqmi? Kechagidek chiqqan. Chiqqan kechagida toza. Shuning uchun kechaga o'zaro azob beradi-da. Endi azob beradi, boshqa iloji yo'q. Bu yoqlar yaxshi-ku. O'sha bolamni endi ushlab ko'raychi, bu yer yaxshi. Hozir mana bumi? Kit deydi-da. Ko'ramiz. Yo'q, bu yaxshi. Qirqilganmi? Qirqib joyalib qoldi. Mana. O'ynab qoldi-da. O'ynab qoldi-da. Ko'rdi mana. Mana qism joyiga bordi. Ket deydi-da. Masajga yog' surtib qo'ysangiz o'zi yaxshi ketadi. U haligidan emas. Bu yerlar yaxshi. Yerlar yaxshi. Mana shu yerida ikkita tomonda bor. Xudoyim ey. Endi ikkalasini sekin kechagidek solamiz, boshqa iloji yo'q. Ko'rinib turibdi-ku. Kechagidan uncha ko'rinmasmi yo kechagiday emas? Eslaysiz-ku bar buni sizlar boshqa. Yo'q, kechagiday. Yo'q. Kechagiday mana shu yer. Joyidan shilib ketgan-da. Shuning uchun o'tirish kerak. Bari endi xudodan da hammasi yo'q. Siz ham aytdingiz. O'z bir vaqtga kelib, faqat siqilmay ko'ngil keng qilib qo'yish kerak shu. Sabr qilish kerak, bir chiqadi, tushadi, bir qillar 4-5 keladi, bir qillar bitta tushadi. Shunaqa. Buni diqqatga boshqa nima qilib ekan demash kerak. Asosiy odamni ko'tarib turadigan joy shu yerda. Ba'zan bosayotgan-ku, og'riq beryapti, uncha bostirmayapti-da. Men kecha sizlar oldingizdan ketdim-ku, bir hafta uyda yurmadim, faqat yotdim, bunday qilib, oyoqni bunday qilib, bunday qilib, faqat yotdim, faqat hojatga, katta hojatga, kichkina hojatga o'lchog'i bakoshini kesdimdan shuni olib ketayman, olib keladi. Katta hojatga chiqdim. Endi shunday qilaylik, solaylik endi. Qiynaldim-da, kecha yomon qiynaldim lekin aka. Sabr qilasizda, sop turmasa bari bo'lmaydi-da. Solmasa bo'lmaydi. Mana shu bitta suvda olib kelayni esa o'zim qurib ketadi boqib. Mayli. Kecha hozir unga olib kelib suv olib kelib. Xudo xolasa, hozir tovonni pastga tushirib soldik. Mana bu yerni soldik, mana yer ikki joy qo'rqinlab joyiga tushib bordi-a? Eshitdilaringiz-a? Endi ozgina bor, endi sabr qilib buni solamiz. Keyin yana mana atrofini aylanib ko'ramiz. Endi sabr qilib turing-a? Endi ko'ruvchilar ko'rsin. Nima qilyapti deb hamma haqlariga yeta olmasligi uchun ikkita guvoh bor. Mana qarsillayapti, yana boryapti. Voy aka, beshikdan mana. Ana. Joyiga ketdancha. Bormoqchi. Lekin bugun yo'q, joyiga bordi lekin. Joyigancha borib qoldi. Yana xudo xolasa bir harakat qilsangiz borib qoladi. Shu yer hammaniki aksi shu yer qattiq joy shu yer tuz, tovon pechayib qolganda sal
mana bu yerni ko'r. Bu yerda Yaxshimi yer aka? bu yerda ozgina borda. Shunday buriling endi ichini. Shu yerni ham ko'rib qo'y. Mana yerlar ketdi. Endi mana bu yeri qoldi. Yana buriling. Oyoqni orqa tarafga o'tkazib oling. Qanday? Bu yoqqa o'tkazsangiz bo'ladi, jon bo'shab tursin. Mana shunday. Mana shunday. Mana shu yer qoldi. Bu tortib olmang. Aka uryapti aka. Eshikdan o'tiring aka, uryapti aka. Aldab aka. Asta qilyapman-ku. Allohga shukr. Bordimi men? Yo Rabbim. Ha, tansiga. Oldu xolos. Hem mana boya eshiklarda zo'r tushdik ya, o'tlab. Aslida videoga olmadik. Baqirgani tushmasin dedik-da, lekin baqirtgani ham bo'lmadi, tushib qoldi toza tez, ha? Shuncha qiynalmadim lekin. Qiynalmadi. Allohim ta'zim. Bechidamsiz lekin bu safar yaxshi bo'ldi. Kecha mana shu yerda juda qiynaldim-da. Shu yerda pichib bordi. Shu yerda pichib alaqalay. Ozgina borda shunda. Mana shularni evaziga yana chiqib ketadi. Mana shuni oyog'ini ozgina bosay. Oyoqni bosay, qo'l charchab qo'yadi. Turingda. Mana shu sal bosaman, qattiq bosingmi? Sekin. Mana. Allohim, Allah. Ya Rabbim, o'zing shukr bergin. Senga ishonib qoldim, Rabbim. Allah bo'ldi aka, uryapti. Uryapti aka. Ana shunday pet borayotgan bo'ladi mana. Uryapti aka. Voy. Bo'ldi aka, bo'ldi. Daman aka, jon aka. Yana chiqarib qo'ymang deb shuni yaxshilab joyiga solay deyman-da endi. Bu safar solib toza joyiga bu yerda qilay. Чтобы keyin ko'ngli joyida. Mayli, bugun faqat davom. Mayli. Uncha olib bermay. Sahar esa to'xtab turib, video speaker ko'payib ketdi. Og'rigan bilishimiz kerakda, qayerga botyapti. Og'risin. Shu yurganingizda botgan joyi bo'lsa, o'sha yerni belay. Mana. Mana shunda. Mana bunisi yaxshi. Mana bunisi mana shu. Aks joyda shu. Qara, shu yaxshi bo'lib qoldi. To'nkarinchi endi. Tepaga chiqib turgan joyi. Shuni orqasini solay, keyin buni ko'raman. Balkim shundandir. Ana shunday yot. Tovoningizda endi. Bismillahirrohmanirrohim. Oyoqni bo'shab turaver. Ana shunday tur. Bismillahirrohmanirrohim. Asta. Sekin qilyapman. Qattiq qilganim yo'q. Oyoq tushib turadi. Ko'tarib ketdi. Bo'ldi aka. Akajon bo'ldi. Jon aka bo'ldi. Bor qizing. O'tib ketdi. Bormadi aka? Hozir ko'ramiz. Ana shu borish kerak. Ana shundan ekanda hamma narsa. Shu yerda haydasak, nariga ham borar ekan. Ana shunday tur. Boryapti. Asta boryapti. Sekin qilyapman-ku.
Ondan so'rang. Ketish kerak-da. Ha, shu. Turing. Voy! Voy, 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 voy! 5 minutdan o'tirmaymiz aka. Ey Allohim, o'zingga shukr. Tartib bergan shifosini bergan Allohim. Shunday bo'lsin Alloh. Ya Rabbim, o'zing yordam ber endi menga. Shu bolani qiynamaydiganda, shu bandangda ya Rabbim, o'zing shifo ber Rabbim. Bo'ldi aka. Oy akajon bo'ldi akajon. Jon aka. Zo'r, yaxshi, zo'r keldi. Jon aka astara. Oh! 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 Ya Allohim, oh! Shifo bergan Allohim. Ya Rabbim, o'zing shifo ber Rabbim. Voy, 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 voy. Oh, Allohim. Oh! Oh, bo'ldi aka 5 minutdan o'tirib. Oh! Ya Allohim, o'zing. Oy akadan o'tirib jon aka. Oh! Achib ketdi aka. Ha, shu achigan bo'lsa zo'r bo'libdi-da. Achib ketdi. Alloh. Achib ketgan joyiga tushsa, achib ketadi. Achib. Voy jonim. Voy jonim. Voy jonim. Pichoq keskin mushab. Voy jonim. Voy jonim bo'ldi aka bo'ldi. Endi buroqman. Boyaga olmayapti. Paslarim olib ketdi aka jon. Hay, borsin-da. Tasa borsin deyapman men siz endi. Alloh, ya Rabbim, o'zing shifo ber. Bo'ldi aka. 5 minutdan keyin bo'lsa mayli aka. Bosmaydigan bo'lay, Allohim. Allohim shifo bersin. Oh, achishyapti, yomon achishyapti. Ya Rabbim. Ya Alloh, ya Alloh. 5 minutdan o'tirib yomon achib ketdi aka. Ya Rabbim. Bo'sh. Bo'sh. Yana bosasizmi? Sen ko'nglimdagidek qilayin. Kam qoldimi o'zi? Allohdan Oh! Oh! shuni Oh! Oh! shifo bersa, Allohim. tushirsa, Oh! Bu 5 minutdan aka bo'lmasa jon aka. 5 minutdan kam ko'rsam yana ushlab ko'rganim jon aka. 5 minutdan achib ketdi-da. Achib ketdi. joyiga tushib bo'lsa, achishadi yutib. Achib ketadi. Zaryadkamiz tugab o'chib qolib, bizning chalasini ish bitgandan keyin olyapmiz oyog'ini, o'z nasisini, oyog'ini baylab, nasisini kiydirib qo'ydik. Mana endi o'z holingizni, ahvolingizni ayting. Yurib ko'rdingiz, ha? Ya, ahvolim yaxshi, xudoga shukr. Ikkinchi marta kelishim. Birinchisidan ancha chiqib ketgan edi, joyiga soldi, ikkinchisidan cho'chib boshini xudo o'lsin joyiga qo'ydi. Xudoga shukr, oyoq yaxshi, yurib qoldik. Katta rahmat. Telefon nomeringizni bir aytib qo'ying, hech qo'ya olmayapman shuni. 93lik 177 97 41 Telegram, WhatsApp, Ramoyan shunda. Kerak odamlar ana shu nomerga telefon qilib so'rasalar, aytadi. Ikkinchi kelishi. Hammaga har xil bo'ladi. Juda kamdan kam odamlarning oyog'i bittada tushadi. Ko'pchilik 2 ta, 3 ta, 4 shunaqa keladi. To'piq chiqib ketgan o'shaning evaziga. Birdaniga yaxshi bo'lib ketishi qiyin bo'ladigan joy, asosiy odamni ko'tarib turadigan joy shu yer. Shuning uchun 2, 3, 4 gacha keladi. Shunda yaxshi bo'lib ketadi Allohdan hammasi. Bizdan emas, Xudo shifo bersa yaxshi bo'lib ketadi.